Ahmadjon Muxtorov o'tgan asrning 90-yillarda har tong xonadonlarga kirib borgan gazetalarda, o'qiganda o'ylantiradigan mavzulardagi maqolalarda tez-tez uchraydigan tanish nom. Har holda o'sha yillar Ahmadjon Muxtorov ko'pchilikni e'tiborida edi. Hatto saylovchilar poygasida ittifoqda mashhur siyosiy sharhlovchilarni ortda qoldirgan va yutib chiqqan ham u edi-da. Sa'y harakatlari yangilikka qaratilgan, ayniqsa yosh mustaqil davlatni matbuotini oyoqqa qo'yish, uning harakat tamoyillarini belgilashda dadil qadamlar tashlagandi. Ahmadjon akani tushunish uchun, kimligini to'liqroq tasavvur qilish uchun aslida shu matbuotni ham bir jamiyatdagi o'rnini xayoldan o'tkazish kerak. Matbuot aslida insoniyat taraqqiyotida shu tijorat maqsadlarida foyda bo'lgan boshida, bilasiz. Keyin shu axborot almashish ehtiyoji hamma tabaqada mavjudligidan kelib chiqib, keyin gazetada shu xabarlar, keyin esa jamiyatga faol yondashish, tanqidiy maqolalar, chiqishlar paydo bo'lgach, bu ommalashib ketdi va odamzodning qanday darajada bir yuqori takomilga erishganligining bir kashfiyoti bo'ldi. Hatto o'sha buyuk harbiy sarkardalar ham e'tiroflari bor. Masalan, bitta gazeta qilgan ishni bitta diviziya ham bajara olmaydi degan gaplar bor. Shu ma'noda endi bu sohaning o'z paytida fidoylari paydo bo'lgan, shakllanish, oyoqqa turish, jamiyatda tan olishini ta'minlagan buyuk kishilar paydo bo'lgan. Men tortinmasdan ayta olamanki, rahmatli Ahmadjon Muxtorov xuddi shu odamning qatorida edi. Jadidlarni olamizmi? Undan oldin ikkita renessansni olamizmi? Qarang-da. Bir shunday bitta odamning fikri dunyoni o'zgartirgan yoki dunyoni obod qilganda, yoki aksincha bosqinchilarga qaraydigan bo'lsak, bitta odamning kasriga masalan butun dunyo bo'linib ketganda, mana shu jamiyatni ichidagi tarkib bu har qanday jamiyatda qudratni belgilaydi. Men albatta sal oshirgan bo'lishi mumkin, lekin Ahmadjon G'ulomov Muxtorov ana shu jamiyatdagi ob-havoni belgilaydigan odamlardan bittasi edi. Ob-havosini belgiladi deganimiz hammaga bir xil ta'sir qildi deganimiz emas. Masalan, muayyan bir kasb egalari, muayyan bir nimalar o'zlariga ko'mir deb biladigan san'atkorlar bor, ijod ahli, aytaylik, duradgorlar, san'atchilar, sanoatchilar, ko'p bu narsalar, ixtirochilar bular bilan. Mana shu jihatdan men doimo bu odamni o'ziga xos bir ixtirochi deb bilganman. Oliy saytda gazeta tashkil qilish kerak edi. Shuni nomini ham Ahmadjon aka topgan, Xalq so'zi deganda. Va shu Xalq so'zi gazetasiga Ahmadjon akam redaktor etib tayinladilar. Shuni ochilishida Islom Abdug'aniyevich, bizlar ko'pchilik bo'lganmiz, hammasi shu yerda gazetaga ochib, osh qilib, yaxshi shu gazetada ishlab yurdilar. Oliy Majlis sessiyalarini, materiallarini shu Xalq so'zi gazetasida to'liq berardilar. O'sha yillari O'zbekistonda voqelikka aylangan Xalq so'zi gazetasining tashkil etilishi, unga dovyurak, izlanuvchan, qat'iyatli jurnalist Ahmadjon Muxtorovning bosh muharrir etib tayinlanishi jamiyatda yangicha qarashdagi fikrlarning shakllanishiga yo'l ochdi. Yer yuzining husni jamoli deya ta'riflangan Samarqandda dunyoga kelgan Ahmadjon Muxtorovning yashash tarzi, ijodiy imkoniyatlarning shakllanishi, uzoq yillar viloyat gazetasida ishlab, tajriba orttirib, maktab yaratishiga zamin yaratdi. Ammo uning har kuni ertalabdan ota-onasining duosini olib, ishga ketmoqni kanda qilmasligida ham ajib bir hikmat borga o'xshaydi. Qayerga borsak, nima qilib Ahmadjon akaning qizlari, Ahmadjon aka halol ishlaganlar, ko'ngli pok, toza inson, yaxshi jurnalist, ustoz jurnalist degan gaplarni eshitamiz. Bu bizlar uchun faxr. Bizlarning yoshligimizdan dadamlar ota-onani birinchi o'rinda ota-onani qo'yardilar. Rahmatli bobom, G'ulom Mirzo bobo, u kishi 85 yoshda o'lganlar, vafot etganlar. Onamiz Husniya ona 78 yoshda vafot etganlar. Dadam bilan amakim faqatgina ikkita farzand bo'lganlar. Dadam rahmatli shunchalik ota-onani hurmat qilardiki, erta bilan ketishlarda amakim bilan bizlarning uyimizda darscha bor edi. O'rtadan o'tib bobom bilan buvamni duolarini olib ishga ketardilar. Dadamning mashinalari u darvozada kutib turardi.
kechqurun kechalar o'sha yerdan kirib kelib, ota-onasini duosini olib, yana uyga qaytib kelib, shu yerda bobom bilan buvamni chaqirib, ovqat yeb, keyin dam olardilar. O'sha paytda o'zi xalq so'zining tashkil bo'lishi ham juda katta shov-shuv bo'lgan. Keyin gazetaning har bir chiqishi ham shunaqa shov-shuv bo'lar edi. Changi chiqib turardi o'zidan oldin. Ahmadjon aka ishni shunga yarasha tashkillashtirgan edi. Birinchidan o'sha paytdagi mavqedan foydalanib, u kishi ISSR xalq deputati edi. Mavqedan foydalanib juda katta shtat olgan edi gazetaga. Keyin iloji boricha shu gazetada qalami qayrilgan qalamkashlar, jurnalistlarni yig'ishga harakat qilgan edi va maqolalarni ham xuddi shu ruhda saralab berardi. U kishining oldida shu bir taxli maqola turardi, faqat bir o'qib bir qadboshini o'qirdi, agar shu yoqsa beradi, bo'lmasa bu yoqqa olib qo'yardi, chunki juda maqola ko'p. Ishlari shunaqa tashkil qilingan edi. U kishi ba'zan o'sha Moskvaga ISSR xalqlar deputatlari sizga ketar edi. Shu Moskvadan turib ham telefon orqali gazetadan chiqishni nazorat qilardi. O'sha mas'ul kotib bordi, Turg'un Nazarov akamiz. U kishiga qaysi betda nimani qo'yapsan, qanday qo'yapsan, qanday belgi bezayapsan, shularga qiziqardi Moskvadan turib. Shunaqa fidoyiliklar bor edi. Samarqand universitetini bitkizgandan keyin ish so'rab viloyat gazetasiga borgan edim, bosh muharrirga kirmoqchi bo'ldim, bosh muharrir yo'q ekan, mas'ul kotib o'sha davrning mashhur shoirlaridan biri Surat Oripovga uchradim. U kishi aytdiki, sinovdan o'tkazamiz, korrektura degan bo'lim bo'ladi gazetalarda, o'sha sahifalarni xatolarini tekshiradigan. Shu yerda sinovdan o'tkazamiz 1 oy. Agar shu sinovdan o'tsangiz ishga olamiz dedi. Demak, bosh muharrir bilan men ko'rishmasdan sinovga qabul qilindim va oradan 1 hafta o'tmasdan meni sinovdagi yigitni bosh muharrir chaqirib qoldi. Sababi o'sha gazetada yozilgan bir so'zni noto'g'ri yozilgan deb men o'sha bosh korrektorga e'tiroz bildirdim. U kishi hayratga tushib, "Yo'q, bunaqa emas-ku" deb bosh muharrirga aytgan va bosh muharrir meni chaqirdi. Men aytdimki, bu so'zni yozilishini men bir necha nimalarda o'qiganman. Gap o'sha qiziq bir so'z haqida ketyapti. Inkvizitsiya degan so'z, ya'ni o'rta asrlarda o'sha ziyoli odamlarni jazoga mustahiq qilish. O'sha yerdagi ink so'zidan keyin i bo'ladimi, bo'lmaydimi degan bahs ketdi. Men aytdimki, i bo'lmaydi. Hamisha i bilan yozib kelingan ekan va biz lug'atlarni qidirib, mening haq ekanligim aniqlangandan keyin o'sha zahoti bosh muharrir men bilan yaqin tanishgisi kelib qoldi. Men aytdimki, men hali ishga qabul qilinmaganman. 1 hafta bo'ldi, sinovdaman. Desam, ertasi kuniyoq siz ishga qabul qilindingiz deb ishga qabul qilib, chunki o'shanda men u kishini birinchi marta bir ajoyib xususiyatini kashf qildim. Umuman o'sha Ahmadjon akani bilish, mana 10 yil Samarqandda birga ishlagan bo'lsam, 2 yil Toshkentda birga ishlagan bo'lsam, 5 marta kashf qilganman, qayta yangi qirralarini. O'shanda men u kishini birinchi xususiyatini kashf qildim. Bu o'sha savodxonlikka, bilimga bo'lgan e'tibor va hurmat. Mana rahmatli dadam uchun yomon odam yo'q edi. Hamma u kishiga yaxshi edi, hammani hurmat qilardilar, hammaga maslahat berardilar, qo'llaridan kelgancha yaxshiliklarni qilib, nima qilib mehmon do'st odam edilar dadam. Iste'dod uchun boshqa narsadan voz kechib berardi-da. Agar shularni aytsak ham ma'qulroq bo'ladi-da. Qayerdan bilaman, yaxshi narsa yozib kelsak, keyin ham qo'liga bir narsa tushib qolsa yoki jamoatchilikka bo'ladimi? Gazeta tayyor. Bilasiz, o'sha paytlardagi yoshga nima ekanligini. Hammasi tayyor bo'lib imzolab kelganda qo'liga bir xat tushib qolsa, yo bugun ketmasa bo'lmaydi deb gazetani birinchi betini buzdirib qo'ydirardi. Yo bizlar materialni olib, hali o'rinbosarni urishi, nega buni qo'ymaysan deb. Nega qo'ymading materialni deb. O'zi ko'zi tushib qolsa. Men shunaqangi bir inson edi. Endi u odam kasb uchun o'lib qoladigan odam bo'ladi. Redaksiyada nima ish bo'lsa qilgan. Pachetchik deysizmi, karakter deysizmi, bibliotekachimi, shopirmi, qorovulmi, hammasini qilgan. Mana shunday insonda.
O'zimiz ham shu ishlarni qilib ko'rganimizdan keyin bildik. Bu sohaga masalan har kim o'zini ushlab tura olmay ekan haligisida, qanoatini. Bu sohada agar nima berilmagan bo'lsa, ming sabrli bo'lsa ham o'zida agar ishtiyoq bo'lmasa befoyda ekan. Fidoyilik bo'lmasa, mana shu odamda sezdik bu narsalarni-da. Jamiyatning ko'zgusi sifatida atrofga oyna tutgan Xalq so'zi gazetasi shuhrat qozondi o'sha kezlari. Bu jamoada ishlashni orzu qilgan ijodkorlar ko'paydi. Turli mavzulardagi dolzarb maqolalarni qidirib o'qiydiganlar soni ortdi. agar o'sha paytdagi Xalq so'zi gazetasini rukunlari va sarlavhalariga e'tibor qarasak, o'ziga xos originalligini ko'ramiz. Kalom degilki, haq rost bo'lsin. yoki mirshaq va militsiya. Muloqotmi, to'qnashuvmi? Sarlavhaga e'tibor bering. Halima Xudoyberdiyeva gazeta haqida fikr bildirib, ismingni kim qo'ydi degan maqolani e'lon qilganlar. yoki hokimiyat kimniki so'roq, bizniki undov. Yuzim mushtingizga tegib ketdi. Bunaqangi noyob o'ziga xos sarlavhalarni deyarli hammasini gazetani bosh muharriri Ahmadjon Muxtorov qo'yib berar edi. Keyin u kishini shu haligi qalam biroz o'zini ko'rsatgan, qalamda o'zini ko'rsatgan kishilarga juda ixlosi baland edi. Shu yozgan narsasini navbatsiz e'lon qilib yuborardi. Keyin bu narsa bir tomondan yaxshi edi, bir tomondan yomon. Yomonligi shundaki, kimlardir yozaveradi, lekin chiqmaydi. Keyin bu Ahmadjon akaga hali bir g'urbat qiladi endi. Nega meni maqolamni bermaydi? Maqolada chiqadiganlar xursand bo'ladi. Mana shunaqa yo'l tartibda yo'l qo'ygan ishni. Ahmadjon G'ulomovich. Keling, keling. Ahmadjon G'ulomovich. Bir oydan oshdi, bergan maqolam chiqmayapti. O'shanga xabar olgan yana oldingizga kirdim. Dolzarb masalalarni birinchi bosmadan chiqarib, keyin sizning maqolangizni ham chiqarishimiz haqida men sizga bir necha bor aytgandim. Shunga qaramasdan yana kelib turib, meni vaqtimni olib turibsiz. Sizga hurmatim cheksiz edi. Ammo lekin siz yangicha fikrlar olmayapsiz. Axir hozirgi o'tish davri qayta qurish haqida bu yerda yozilgan. Sizga tepadan telefon bo'ladi. Ana o'shanda siz bilan gaplashamiz. Telefon bo'ladi deb kimni qo'rqitmoqchisan? Bor ishingni qil. Agar seni maqollalaring yaxshi bo'lganda men shu paytgacha chiqarib olgan bo'lardim. Xohlagan odamingni telefon qildirmaysanmi? Men sanladaqalardan qo'rqadigan bo'lsam, bu yerda o'tirmagan bo'lardim. O'rgildim senga o'xshagan yozuvchidan. Xalq so'zi gazetasida 1990-yil dekabr oyidan buyon ishlab kelaman. Ahmadjon Muxtorov ishga qabul qilganlar. Ahmadjon akani bitta yaxshi taraflari bor ediki, hech qachon bironta yoshni burnini qonatmaganlar. Yaxshi material yozmasangiz ham o'zingizni chaqirib, xatolaringizni tushuntirib, ko'rsatib, qanday ishlash kerakligi haqida erinmasdan tushuntirardilar. Ahmadjon akani shunday e'tiborli inson edi. Ana shunday talabchan inson edi. Yoshlar agar xato qilsa, yoshlar yaxshi maqola yozmasa yoki vaqtda topshiriqni bajarmasa, albatta xonasiga chaqirardi, tushuntirardilar. Unaqa qilmagin. Ertaga sendan umidimiz katta. deb shunday maqtab qo'lingizga yozgan maqolangizni berardilar, uchib yurib ishlardingiz. Shu qadar e'tiborli insondilarki, so'z bilan aytib bo'lmaydi. Joylari jannatda bo'lsin. Biz ko'p eslaymiz. Bu odam uxlamasdi-da. Yana ertalab planlarga o'tkazardi. Men tasavvur qilardim bu qachon uxlaygan bu odam, qanday uxlar ekan deb haligi tasavvurimiz yo'q edi bu odamda. Ulguraydi. Yana har 20 minutda, 1 soatda so'rab turardi. Nechinchi bet qanday bo'ldi, nima bo'ldi, o'qidi qilib. Men shunday holatlar edi. Keyin bir kun yana bitta muharrirlik mahoratini o'zlashtirganman. U ham bir kun bir material olib kirsam, shira o'tirib tur dedi. O'ylayapti nimalarni yozib bo'ldi, "Ma" dedi. Buni olib borib mashinistkaga berdi-da, menga berib yubordi, meni materialga ko'ra boshladi. Keta endi qitmirmiz-ku o'qiyman deb bunday qaradim. Qarasam, mulohaza uchun mavzu deganda o'zini qo'ygan, Mannam Najmiddinovni qo'ygan, Asaddin Murodov, Samardin Sirojiddinov masalan qo'yib ketganda, Surat Oripovlarni qo'yib ketganda mavzularni yozgan. Jamoat joyida o'zini tuta bilasizmi? Pista chaqqan kim ko'chada? yoki bolangiz bugun qayerda hozir degan savollar bor. Siz o'tiribsiz, bolangiz qayerda? Juda qiziq izohlar bilan familiyalarini qo'yib, ishlarni qo'yib bergan. Va shular keyin chiqqandan keyin bildim gazetaga. Birinchi betda kolonka ochilardi, to'liq.
mulohaza uchun mavzu degan. Birinchi bitta beradi. Birinchi sayfaga berardi, qarangda. O'sha paytda. Shuni bergani keyin men ham xuddi shu narsani o'zlashtirganman to'g'risida. Hozir xodimlarimga shunday qilaman. Jamiyatdagi illatlarni gazeta sahifalarida ochib tashlanishini hamma ham to'g'ri qabul qilmadi. Hatto gazetada ishlayotgan jurnalistlar ham ikki qutbga bo'lindilar. Chunki o'ta muhim va dolzarb mavzulardagi maqolalarning bozori chaqqon bo'lgan. Haqiqiy iste'dod sohiblarining maqolalarini e'lon qilinishi saviyasi past, sayoz maqolalarni berilmay qolishi yoki kechiktirilishi jamoada ham bo'linishga sabab bo'ldi. Endi u kishini o'sha yondoshuvi o'sha atrofidagilarni ikki frontga ajratdi. Ahmadjon Muxtorovni yoqtiradiganlar va yoqtirmaydiganlarga ajratdi. Lekin bu ishni u kishi xayrli maqsadda qiluvdi, lekin shu ikki guruhga bo'lindi. Keyin u kishining tabiatida shunaqa bir nohaqliklarga nisbatan murosasizlik, adolat tarafida bo'lish, hali yoltoqlanmaslik, ikkiyuzlamachilik qilmaslik kabi fazilatlar mujassam edi. Shu singan edi xarakterida, shundan chiqa olmas edi. Har qanday sharoitda ham yo o'sha haqiqatni himoya qilar edi, juda bo'lmasa jim turar edi, shunaqa odam edi. Lekin masalan kimnidir tavsiyasi bilan, tazyiqi bilan shu bir tomonga urib ketmas edi. Mana shu tomonlari bor edi. Yana Ahmadjon akani bitta fazilatini sezganman. Hayotimda bunaqa odamni juda kam ko'rdim. U bir hamkasbining muvaffaqiyatidan xuddi o'zining muvaffaqiyatidek xursand bo'lardi. Shu gapirib yurar edi. Qayerda ko'rsa o'sha odamga alohida e'tibor bilan qarab, siz oldinroqqa o'ting. Shuning uchun ham bizlar endi o'sha odamning panohida ozgina bir bo'y ko'rsatganmiz. Men o'zim sudyalikka ishlashga boshlaganimda dadam aytdilarki, faqatgina halol ishla. Meni yuzimni yerga qaratma. Men sendan biron ortiqcha gap chiqqanini eshitmay degan gaplarni aytgan edilar. Shungacha hozir biz shu gaplarni eslaymiz. Biron bir nima bo'ladigan shubhali holatlar bo'ladigan bo'lsa, men kimman? O'sha Ahmadjon akani farzandiman. Men bu kishining nomini yomon otliqqa chiqarishim mumkin emas. Shu o'rtada Mirzo-Olim Ibragimovich Oliy Sovet raisi ketib qoldilar, o'rniga Yo'ldoshev bo'ldilar. Nimagadir bular shu birinchi kundan Yo'ldoshev bilan ikkalalari chiqisha olmadi. Sababi nima ekan? Bilmayman endi uni sababi nima. Shu davrda bir yozuvchi bor edi, hozir nomi esimdan chiqdi. Shu odam Alloh degan maqola yozib berdi. Shu Alloh degan maqolani shu 25, 26, 27 fevral kunlari Ahmadjon akam gazetada bosib chiqardilar. Va shu maqolada dindorlarga tegib ketadigan bir qancha jumlalar bo'ldi. She'rda keyin bular Ahmadjon akani minbarga chaqirdida aytdiki, nima uchun bunaqa maqolani berdingiz? Mana bu yerda shunda deyilgan. Shuning uchun sizga nisbatan biz juda yomon ta'sirda qolyapmiz degandan keyin Ahmadjon aka kechirim so'radi. Gazeta orqali kechirim so'ramagandan keyin o'shanda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar tashkilotini Mo'g'ran Nahr deb nomini o'zgartirdilar. Va ular gazetani sudga berishdi. Gazetani sudga bergandan keyin juda xunuk ahvol bo'ldi. She'rda keyin Islom Abdug'aniyevich bu gaplar hammasi yetib borgan. Islom Abdug'aniyevich Ahmadjon akaga qattiq telefonda gapirganlar. Ahmadjon akam ham chida olmasdan bu kishiga qattiq gapirganlar. Islom Karimov bu kishini telefonda haqorat qilgan, so'kkan degan gap bor. So'kkan, ha, to'g'ri. Keyin Ahmadjon Muxtorov ham qaytib so'kkan degan. Qanday degan bo'lsa, o'nangni degan gaplar bo'lganda, endi Ahmadjon akam o'nangni degan so'zda hech nima qilmasdi, chiday olmas edi. Telefon orqali Ahmadjon Muxtorov va Islom Karimov o'zaro bir-birlarini so'kishib qoladi. Va yana aytish kerakki, ana shu so'kishdan ozroq vaqt o'tgandan keyin o'sha paytdagi Oliy Majlis qo'mitasida rais bo'lib ishlagan Erkin Xo'jayevning gaplariga qaraganda, Islom Karimovni huzuriga chaqirib kechirim so'ragan ekan. Men biroz qizishib ketdim, qo'pollashib ketdim, shuning uchun meni kechiring degan gapni ham aytgan ekan. Va keyin oradan 105 kun ishsiz yurgandan ikkinchi marta qaytib keladi va ikkinchi marta qaytib kelgandan keyin Erkin Xo'jayevning gaplariga qaraganda Ahmadjon Muxtorov bilan o'sha paytdagi Oliy Majlis raisi bo'lib ishlagan Shavkat Yo'ldoshev o'rtasida nizolar, to'qnashuvlar bo'ladi dedilar. Men u kishidan so'radim,
nima uchun Shavkat Yo'ldoshev bilan Ahmadjon Muxtorov o'rtasida to'qnashuv bo'ldi, sabablari nima edi desam, Erkin aka aytdilarki, men uni sabablarini bilmadim. Deganlardan keyin biz telefon orqali bog'lanib, o'sha paytdagi Oliy Majlis raisi bo'lib ishlagan Shavkat Yo'ldoshev bilan gaplashdik. O'sha paytda Ahmadjon Muxtorovdek bir zabardast jurnalist bilan kelisha olmagan ekansiz. Sababi nima edi deb so'raganimda Shavkat Yo'ldoshev aytdilarki, men Ahmadjon Muxtorovni hurmat qilar edim jurnalist sifatida va juda ham dunyoqarashi keng odam edi. Unda nega siz o'rtangizda nizo chiqdi deganda u kishi aytdilarki, nizo emas, menga tepadan buyruq bo'lgani uchun shu ishlarni qilishga majbur bo'ldim degan gapni aytdilar. Demak, Shavkat Yo'ldoshev bilan Ahmadjon Muxtorov o'rtasidagi ziddiyatlar, nizolar bor degan fikrga uncha ham qo'shilib bo'lmaydi. Xullas, Ahmadjon Muxtorov bosh muharrir bo'lgan Xalq so'zi gazetasi faoliyati har tomonlama tekshira boshlandi. Islom Karimov va Ahmadjon Muxtorov o'rtasida ziddiyatlarning kuchayishi yuqori nuqtaga chiqdi. Islom Karimov bilan kishini nimasi bu katta bir drama. Dramadan ham katta narsa. Bular yoshligidan o'zlari bir-birini bilishgan. Islom Abdug'aniyevich ko'rdilarki, O'zbekiston ahvoli og'ir. Juda og'ir. Chunki ekonomika tushunadigan, nimani, moliyani tushunadigan odam shu paxtani birinchidan ko'p yer berilgan paxtaga. Talab katta paxtaga. Paxta. Bilasiz, hamma hayot shu edi, paxta edi. Islom Abdug'aniyevich ko'p yozdilar Moskvaga. Gorbachyovga boradi. Gorbachyov dediki, bu xo'jalik ishlari. Buni nimaga? Rishkovga boringlar. Rishkov hal qilsin. Rishkov nima hal qiladi? Planlar dabdala bo'lib ketyapti. Ahmadjon aka bir necha marta chiqib shu gaplarni aytdilar. Съезд emas, Oliy Sovetni majlisi. Endi bu когда вы нас примете? Сколько можно? Почему нас не принимать deb shuni doпрос qildi nimada? Oliy Sovetni majlisida. Gorbachyov o'sha paytda prezident. Primu dedi. Bugun qabul qilaman dedi. Shu yerda bir 25 kishi bordi kabinetiga. Men ham bordim, kameramni ko'tarib, nima qilib bordik. Birinchi sekretarlar qaysi biri bir narsani aytdi-yu, birinchi kotiblar, O'zbekiston birinchi kotiblar birdan chiqib ketdi. Bironcha birinchi sekretar qolgani yo'q. Qarang, bu qanaqa manzara edi. Gorbachyov qabul qilyapti ularni. Men qabul qilyapti. Endi o'sha paytda bizlar syomka qilyapmiz. Bular 1-2 soat gapirdi. O'zbekistonning delegatsiyasi bilan. Shu payt bu gap o'sha kunning o'zida yetib bordi Islom Abdug'aniyevga. U kishiga yoqmadi. Qanaqa ekan? Men har kun yozyapman. Nol deydi nima Gorbachyov. Hech gapi chiqmaydi, bir telefon ham qilmaydi. Nima ham qilmaydi. Harakatga e'tibor bermayapti. Bu bunday bularning gapiga, Muxtorning gapiga quloq soldi. Demak, Islom Karimov jahli chiqdi. Ha. Bir 2 kundan keyin Islom Abdug'aniyevich meni chaqirdilar. Menga aytdilarki, Erkin dedilar, mana shu stolda Ahmadjon akani chaqirdim, o'tkirib Ahmadjon akadan men kechirim so'radim. Shu gap aytgan gapim uchun. Lekin Ahmadjon meni gapimni olmadi. Bir o'zing gaplashib qo'ygina Ahmadjon aka bilan. Nima uchun bunday qildi deganda men aytdimki, Islom Abdug'aniyevich dedim, kechirasiz. Men dedim, Ahmadjon akaga gapira olmayman. Siz dedim, buni Ismoil akamga ayting dedim. Endi Ismoil aka kattamiz, Jo'rabekovga ayting dedim. Jo'rabekov bu narsani hal qiladilar dedimda. Shu bilan bu narsa hal bo'lmadi-da, keyin Yo'ldoshev o'rtaga tushib va birinchi marta Ahmadjon aka gazetadan ishdan olindilar. Bundan tashqari Ahmadjon Muxtorovning erkin va mustaqil harakat qilishi, SSSR xalq deputati bo'lgani uchun poydevoriga dars ketayotgan Sho'ro davlatining rahbari Mixail Gorbachyov huzuriga kirib, O'zbekistondagi mavjud muammolarni unga dadil ayta olishi, qo'shni respublikalarning birinchi rahbarlari bilan yaqindan tanishib, har bir respublika hayotiga doir maqola va suhbatlarning gazeta sahifalarida e'lon qilinishi o'sha paytdagi O'zbekistonning birinchi rahbariga yoqmagan bo'lishi mumkin. Alal oqibat Xalq so'zi gazetasining asoschisi va birinchi rahbari qattiq zarbaga uchradi. Endi bu kishi Xalq so'zi Narodniy Slov gazetalar chiqdi-ku, съезд bo'ldi. O'tda Nazarbayev ham bor, Mahkamov ham bor, Tojikiston, Askar Akayev ham bor, o'sha prezident bo'lgan.
Niyozov ham bor. Bular bilan Ahmadjon aka kelishdilarki, har bir respublikaga o'zbek rus tilida har bu respublikalarga nomerlar bag'ishlanadi. Bu respublikalar haqida gapirib beradi. Ularga ularning birinchi sektorlari intervyu beradimi yoki maqolasini beradimi? Ular bilan gaplashgan. Ular yetkazgan Ahmad nimaga? Islom Karimovga. Islom Abdug'aniyevga. Bu narsani yoqmaydi. Mani ketimdan bu borib Nazarboyev bilan Akayev bilan kelishibdi. Bu ham juda yoqmagan. So'ramasdan qilgan deganda. Mendan so'radi, "Hamma nima что вы делаете?" deb. Men dedim-ki, "Номера посвященные союзным республикам этот бездельники" dedi. Siz bilan Ahmadjon Muxtorovda. Ha, bizda. Men endi o'sha paytda savollarni tayyorlayapman. Xo'p, bu bilan sport qilib bo'ladimi kuch bilan? Bezdenlik ekanmiz, mayli bezdenlikmiz. Ana shu. Bu ikkita shaxs o'rtasidagi ziddiyat juda keskinlashdi. Murosasiz tus oldi. Yani orada aytganingizdek uchinchi kuchlar ham bo'lgan. Keyin biroz Ahmadjon akani o'ziga ozgina bino qo'yishi ham bo'lgan. Endi kimsan prezident bilan maydonga chiqyapti. Prezidentning haligi qattiqqo'lligi, cho'rtkesarligi bo'lgan. Butun situatsiya shu ikkita odamni maydonda to'qnashuvga olib keldi-da. Lekin ikkalari azaldan yaqin bo'lgan bir-birlari bilan. Hatto O'zbekistonda prezidentlikni joriy qilish taklifini Ahmadjon Muxtorov sessiyada ko'targan ekan, Moskvaga borganda aytgan ekan, Islom Abdug'aniyevich shu biz sizga endi shu O'zbekiston prezidenti degan bir maqom beraylik deganda u kishi yo'q, Gorbachov bilan meni urushtirmaylar deganda ham Erkin Yusuf ekallari kirib oxir ko'ndirgan ekan. O'zbekistonda o'sha keyingi sessiyada Islom Karimovni O'zbekiston prezidenti bo'lish shu maqom berilishda bu kishini xizmat katta bo'lgan ekan. Nega bunchalik yaqin odamlar bu qadar ziddiyatga keldi deyman-da. Lekin bu ikkita kishining o'sha ziddiyati chiqarilish pechin sabablari shu ular yaqin bo'lgan. Hatto senlab muomala qilgan bir-birlariga, o'sha oilaviy bordi keldilar bo'lgan. Vaziyat shunga olib keldi-da, menimcha vaziyat. Bir marta u kishi ishdan ketdi. U ishdan ketishi biz jamoa a'zolari juda qattiq, mahkam turib himoya qildik. Hamma oyoqqa turib Ahmadjon aka ishda qolsin deb keyin qaytdi. 105 kunlik nimadan surgundan keldim deb yurardilar Ahmadjon aka. Kelgandan keyin ham murosa qilmadi-da. Kelgan kunidayoq hali retkanligi a'zolari ro'yxati bo'ladi gazetada. Shu ro'yxatni hammasini olib tashlab bitta o'zining familiyasini qo'yib chiqardi gazetada Ahmadjon aka. Ishtonlari bor edi-da u kishini ham. Prinsipi qat'iyligi bor edi. Xalq so'zi gazetasini bir necha sonlarini bizga qo'shni bo'lgan Markaziy Osiyo mamlakatlarida amalga oshirilayotgan ishlar va mamlakatlarning birinchi rahbarlarini yo intervyusi yo maqolasini bera boshladi. Masalan, Nursulton Nazarboyevni yoki Turkmanistonni, Qirg'izistonni, Tojikistonni prezidentlari va birinchi rahbarlari bilan bog'liq suhbatlar gazetaga berila boshladi va buni sezgan Islom Karimov yana qanaqadir Ahmadjon Muxtorovga nisbatan ishonchsizlik bildirdi. Demak, Islom Karimov Ahmadjon Muxtorov bilan qanchalik yaqin bo'lmasin, demak ularning o'rtasidagi sog'liq tushishiga ana shu ikkita uchta voqealar sabab bo'lgan deyishyapti. U kishining ikkinchi marta ishdan ketishi 1992-yil 5-mart yakshanba kuni Samarqandda uchrashdik. Shunda bir ajoyib bir qiziq gap bo'ldiki, men u kishidan maslahat so'radim. Ahmadjon aka, viloyat hokimi meni o'sha Samarqand viloyat gazetasi bosh muharrirligiga taklif qilyapti. Gazetaning bosh muharriri tuman hokimligiga tayinlangan. Deganimda u kishi aytdiki, albatta siz bo'lishingiz kerak. Meni orzuyim o'zi shu edi. Juda yaxshi bo'ladi, men xursandman. Viloyat hokimiga rahmat aytaman deb 5-mart kuni xayrlashdik. U kishi Toshkentga keldi. Ertasi kuni 6-mart kuni ertalab men viloyat hokimiga qabuliga kirishim kerak. Kirishdan oldin telefon qildim, Ahmadjon aka, yaxshi yetib bordingizmi? Dushanba kuni 6-mart kuni desam, aytdiki, men ishdan bo'shatildim. Men hozir narsalarimni yig'ishtiryapman. Xuddi yozgi kuni qor yoqqanda aytdim, hammasi joyida edi-ku desam, endi shunaqa bo'lib qoldi dedi.
Ahmadjon Muxtorovga yaqin bo'lgan shogirdlari va hamkasblarining aytishlaricha, ikkinchi marta ishdan ketgandan keyin unga bir necha joylarda ishlashga taklif etildi. Hatto o'sha paytda Samarqand viloyati hokimi bo'lib ishlagan Po'lat Abdurahmonov o'ziga o'rinbosar bo'lib ishlashiga da'vat aytishiga qaramasdan, bir so'zli Ahmadjon Muxtorov barcha takliflarni rad etdi. Ammo hali pensiya yoshiga yetmagan taniqli jurnalist, siyosatchi, aqlli insonning bu qadar keskin rad etishlari zamirida nelar yashirin? Nega bunda yo'l tutdi degan savolning tug'ilishiga nimalar sabab bo'ldi? Viloyat hokimi menga aytdiki, Ahmadjon akani shunaqa joyiga qo'yish haqida prezidentdan topshiriq bo'ldi. Sen ustozingga borib shuni aytgin kesin degandan keyin men Toshkentga kelib, u kishi bilan uchrashib, aytdimki, shunaqa viloyat hokimidan shunaqangi iltimos bo'lyapti. Birgalikda o'sha Samarqandda ishlab yuraylik desam, yo'q degan. Men bir daryoni 2 marta kechmayman. O'sha yerga borib keksalikda umrini tinch o'tkazsa bo'lar edi, lekin qat'iyat bilan yo'q, men faqat o'sha joyimga tiklanishim mumkin, bo'lmasa boshqa ishda ishlamayman dedi. Shunda men u kishining yana bir xususiyatini kashf qildimki, prinsip, qat'iyat, iroda. Hammada ham bu narsa bo'lmaydi. Ro'ziboy, hammada ham juda ko'p odamlarni ko'rdik. Shuning uchun ham u kishi mana shu o'zini qat'iyatida turib, hammasini rad etib, yo meni joyimga tiklaysizlar, yo menga bu jurnalistika sohasida ish kerak emas degan talabni qo'ygan edi. Kunlarning birida tojik tilida chiqadigan gazetaning bosh muharriri Niyozov Samarqandga borib, Ahmadjon Muxtorovni Guliston jurnaliga bosh muharrirlikka ko'ndiradi. U kishi kelib, mayli endi ishlayman deb o'zining atrofidagi ikkita o'sha shogirdlari va maslahatchilari bo'lgan ekan, ulardan so'raganda ular aytishar ekanki, yo'q, siz bu taklifimni rad qiling. Qachonki Xalq so'zi gazetasiga boshqatdan ishga qabul qilinaman va o'sha kun ertasi kuni o'z xohishimdan arz yozganimdan keyin taklif qilingan ishlarga boraman deb maslahat berar ekan. Natijada Ahmadjon Muxtorov yana ishsiz qoladi. Demoqchi bizki, ba'zan har qanday zabardast jurnalist, zabardast shaxsman degan odam ham murakkab vaziyatlarda o'ylab keyin xulosa chiqarish to'g'ri kelar ekan. Ba'zan yom berish kerak ekan. Ba'zan murosai madoraga borish kerak ekan. Hayot shunaqa murakkab. Biz har doim ham o'zimizni xohlagan ishimizni amalga oshira olmaymiz, chunki bizni xohlagan ishimizni amalga oshirganda bizni hayotimiz, odamzodning hayoti juda ham sirli va go'zal kechadi, lekin afsuski hayotda har xil holatlar, har xil voqealar bo'ladi. Umr esa o'tib ketadi. Juda ko'p marta u kishiga boshqa takliflar ham bo'ldi. Men viloyat gazetasiga bosh muharrir bo'ldim va viloyat hokimi aytdiki, nima bo'lsa ham u kishini Samarqandda o'zini joyida tinchlantirishimiz kerak. Aytgan nima ish so'rasa beraman. Kesin ishlasin. Menga o'rinbosar bo'lib ketsin viloyat hokimiga. Mana haligi yaxshi kabinet, yaxshi shart-sharoitlar qilib beraman dedi. Mana shunga ham o'zim shaxsan guvohman. Bordim, aytdim, men shunaqa taklif bo'lyapti. Yo'q dedilar u kishi. Haqiqatan aytganingizda yon bosish haqida mutlaqo o'ylamadi. Men shuni sabablari haqida o'ylab doim bir narsaga, bir qarorga kelamanki, u kishi 1985-yilda boshlangan ittifoq bo'yicha boshlangan demokratiya shamollaridan nafas olgan edi va erkinlik nimaligini tushunib qolgan edi. Erkinlik degani albatta bu erkin nafas olish va o'z irodangni, o'z qat'iyatingga egalik qilishni bildiradi. Va o'yladimki, shu savolning javobi shunda bo'lsa kerakki, erkin odam o'z prinsiplarida ham qola olishni bilishi kerak. Endi bu albatta o'zbekchilikda bola chaqa bor, ishsiz qolish bo'lmaydi. Hali u kishi bilasizmi, o'sha paytda ishdan ketgan paytda 55 yoshda edi adashmasam. Hali ancha ishlashi mumkin edi. Hali pensiya yoshiga ancha bor edi. Lekin shunga qaramasdan shu qat'iyatida turdi. Ishdan ketganlardan keyin otangiz masalan bir Islom Karimov qabuliga borsam, birorta ish so'rasam bo'larmikan degan bir fikrim bo'lgan bo'ladi. Bu kishi bu haqida hech kimga aytmas edilar, hech kim bilan bo'lishmas edilar.
Haqiqatan men o'zim bilardim, bir ikki joyga yozdilar dadam nima qilib. Islom Karimович o'sha telefon orqali ekanlar gaplashganda, keyin o'zlari chaqirib, hattoki kechirim ham so'rar. Ha, keyin dadamni yana qaytadan ishga tiklagan edilar. Endi 1 oymi 40 kunmi ishlab yana dadam o'z arizalari bilan ketdilar nima qilib. Bu kishi shunaqa nima odam halol odam edilar-da. Endi onasi haqida bu kishiga nisbatan haqorat bo'lganligini kechira olmadilarmi? Umuman ishlashni xohlamadilar. Ishlashni xohlamadilar, lekin ijodni davom ettirdilar bu kishi. Tinmay yozadilar. Karimov haqida ham biron bir yomon gap aytganlar emas. O'rtada tushunmovchilik bo'ldi deydilar, o'rtada tushunmovchilik bo'ldi deydilar. Lekin dadamga jurnalistikadan boshqa hech narsa kerak emas edi. Bu kishini tug'ma nima qilib bilmayman, tug'ma jurnalist bo'lib tug'ilganlarda. Katta mansab yoki lavozimdan ketgan odamga nisbatan xayolga kelmagan qo'shtirnoq ichidagi an'ana shakllangan. Bu Ahmadjon Muxtorovga nisbatan ham qo'llanildi. Kechagina qo'ltig'iga suv purkab undan manfaat ko'rganlar bir yumalab boshqa qiyofaga kirdilar. Ko'pchilik hamkasblari va yaqin tanishlari tum-taraqay bo'lib qochishdi. Bir so'z bilan aytganda kechagina davralarning to'rida yurgan Ahmadjon Muxtorov yolg'izlatib tashlandi. To'g'ri, Ahmadjon Muxtorov atrofida ishlaganlarni, yaqinlarini ko'pi undan voz kechdi, so'rashmaydigan bo'ldi, lekin o'shalarning orasida Ahmadjon Muxtorovning hurmatini o'rniga qo'yadigan shogirdlari va do'stlari borligini ham aytishimiz kerak. Ahmadjon aka ikkinchi marta ishdan olib tashlangan payti edi. Ishga keltirsam, Amir Temur xiyobonida qo'yilgan skameykalardan birida yerga qarab o'tiribdilar. Undan o'tib ketishim mumkin edi, lekin unaqa qila olmasdim. Chunki o'sha paytda Ahmadjon aka juda ham ma'nan yolg'izlanib qolgandilar. Keyin borib salom berdim, xursand bo'lib ketdilar. Ozgina gaplashib o'tirdik. Sessiya bo'lyapti, shuni natijasini kutyapman dedilar. Mojuda siz boravering ishxonaga, yana meni deb gap tegib qolmasin. Hozir menga hamma joyga taqib qo'yilgan menga. O'shaning uchun sizga ham gap tegib qolmasin, singlim boring dedilar. Yo'q, nima gap tegib qolishi mumkin dedimda, keldim ishxonaga kelsam, haqiqatdan o'sha mendan oldin ishxonaga Ahmadjon aka bilan gaplashib o'tirganim yetib bo'lgan. Anvar Jo'raboyev chaqirdilar. Nima qilib o'tiribsiz? Shunaqa Ahmadjon akani ko'rib qoldim, salomlashib o'tirdim ozgina. Desam, mavjuda menga oson deb o'ylaysizmi? Shunaqa talab qilyapti. Ishxonaga ham kelmasin degan talab qo'yilgan. Meni ham ustozim bo'ladi dedilarda. Gaplashib to'g'ri qilibsizlar. Ahmadjon Muxtorovning eng buyuk orzusi olamshumul voqea bo'lgan Xalq so'zi gazetasida ishlash edi. Afsuski, umrining oxirigacha kutgan bu orzu armon bo'lib qoldi. Ammo u umrining so'nggi onlarigacha ijod bilan mashg'ul bo'ldi. Asarlar yozib, tarjimalar qildi. Farzandu nabiralari tarbiyasi bilan shug'ullandi. Xalq ichida insonlar buyuk jurnalist, redaktor, shoir, deputat deb tanisalar, biz u kishini mehribon bobo sifatida yodga olamiz. Avvalambor bobom juda ajoyib inson bo'lganlar. Bizlar nevaralarga doim o'qishga undasinglar. Bilim olinglar, o'qinglar. Bilim olgan inson, o'qigan inson hech qachon hayotda xor bo'lmaydi. Bilimli inson doim har qanday vaziyatdan o'zini oqlab chiqa oladi. Bilim o'yladi undasinglar. Bizning aholimizga mana shu yerga kelasizlar, rahmatli bobom yonlarida o'tkazib, ayniqsa meni maktabda a'lo baholarga bitirganman, qizil attestatlar bilan bitirganman. Bunga bobomning hissalari juda ham katta. U kishi kelganlarida bir o'tkazib, qiziqarli hikoyalarni boshlasizlar-da, keyin bobojon davomini ham aytib bering desam, agar qo'limga kitob tutqazasizlar. Hikoyani davomini mana shu kitobdan topasan deb menga kitob tutqazasizlarki, shuni o'qisang, ana shuni davomini bilib olasan deb. Eng o'qigan ajoyib romanlarimdan biri Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar romani. Yo 400 necha varaq, yo 500 necha varaq, hozir aniq esimda emas. Bir kechada ertalabgacha o'qib tugatganman bobomga va'da berganim uchun. Shu romanni o'qigandan keyin shu Zahiriddin Muhammad Boburga bo'lgan qiziqishim ortgan, tarixga bo'lgan qiziqishim ortgan, bobom tufayli men o'qishga qiziqishim ortdi. Настолько все
папин характер, папина целеустремленность, папина умение разговаривать с людьми, o'sha odam bilan munosabat qilishi, добиваться своих целей, как будто бы это все на генном уровне o'tib ketdi-da menga. Dadamda rahbarlik qilayotgan uslubi ham menga o'tib ketdi-da. Mягкий, жесткий pozitsiya. Hech qachon urushmagan odam, hech qachon so'kmagan hech kimni. Lekin shu odamning gapini hech kim o'shani qilmasdan o'sha gapini bajargan. Agarda bitta narsani bajarasan deganda o'shani добиваться qiladi. Juda ham intelligentni odam bo'lgan. Главный редактор газеты – это и очень большая должность, и не очень большая должность. Это было его связи со всеми людьми, это были его личные связи. Он нравился людям. Odamlarga uni munosabati yoqqan. Это была его личная дружба. Это была дружба даже с Собчаком, с Евгением Примаковым, даже mana bu Gorbachevni qabuliga bo'lgan odam o'zini maqsadini yetkazib bera oladigan odam bo'lganda, kirgan joyimda mani ko'rgan odam, tanigan odam это Ahmadjon Muxtorovsin deb qo'ldan kelgancha yordam qilgan. Shu ichki ishlar rahbariyati bo'ladimi, hokimiyat rahbariyati bo'ladimi, boshqa odamlarga nisbatan menga mehrni ko'proq bergan, hurmatini, o'sha yordami menga tekkanda. Otam tufayli. U kishi Xudomat akam edilar. U kishini singlari yo'q edi, faqat siz meni singlim deydilar. Juda ham u kishi yaxshi odam edilar. U kishini tarbiyagan qizlari meni qizim, kelinim demayman, qizim. Shunday tarbiyali, juda ham hurmat qilaydim. Ahmadjon Muxtorov farishta emasdi, ammo tinib tinchimas ijodkor. O'zbek jurnalistikasi o'zanini o'zgartirgan, o'zining qat'iy tartib qoidalariga sodiq ijodkor edi. U jamiyatda jiddiy islohotlar o'tkazib, yuksak salohiyatli insonlarni yetkazish orzusida yashadi. Shuning uchun u dastavval o'zining oilasida ma'naviy ma'rifiy muhitni shakllantirdi. Natijada uning oila a'zolari, farzandu nabiralari orasidan salohiyatli avlod yetishib chiqdi. Ular bugun el yurt xizmatini qilmoqni o'zlariga sharaf deb biladi. O'zbekning zabardast jurnalisti, katta ijodkor Ahmadjon Muxtorov 2000-yilda 64 yoshida vafot etdi. Mana shu biz turgan hovli ustoz jurnalist yashagan joy. Katta adibning, katta ijodkorning kichkinagina mo'jazgina hovlisiga janozaga kelganlar sig'madilar, sig'masligi tabiiy, chunki u kishini olamdan o'tganini eshitgan juda ko'p insonlar, mahalladoshlar, Toshkentda yashayotgan shogirdlari, Samarqandda yashayotgan shogirdlari tashrif buyurdilar. Va mana shu mo'jazgina hovlidan katta ijodkorning tobuti lopillab qabristonga keta boshlaganda, tobutga yaqinlashib savobi teksin bizga deb yelkasiga qo'yganlarning har biri ko'zda yosh bilan Ahmadjon Muxtorovni kuzatib qo'ydilar. Elning ardoqli farzandlari o'zlaridan xayrli ishlar va solih farzandlar qoldiradi deganlari shu bo'lsa ne ajab.